televideniye auditoriyasini saqlab qola oladimi va bugun televideniye raqobatchilari imkoniyatlari kengaygan bir zamonda qanchalik tomoshabinlarga ma'lumot berishda, boshqa turli ehtiyojlarni qondirishda qanchalik qulay platforma bugun? Moqchi edim. Televideniye to'g'risi ma'lum bir yillar mobaynida monopoliya bo'ldi. Ya'ni informatsion monopoliya bo'ldi. Chunki masalan biz talabalik paytimizda ham bitta serial ko'riladi, bitta film ko'riladi, yoki biror bir ko'rsatuv ko'rilardi. O'sha kuni yoki ertasi kuni u aynan barcha shu narsani muhokama qilardi. Masalan, men o'zim ham shu yoshlar telekanalida ishlaganman. Prime time'da chiqardik. Butun fakultet o'sha ko'rsatuvni ko'rgan bo'lardi. Ma'lum bir muddat monopoliya bo'ldi. Kanallar kam edi, odamlarda tanlash imkoniyati kam edi, lekin 2013-yilga kelib butun dunyoda ijtimoiy tarmoqlar rivojlana boshladi. Ya'ni Android paydo bo'ldi. Androidlar rivojlandi. O'zi 2008-yilda paydo bo'lgan, lekin 13-14-yillarda televideniye o'zi kutmagan bir raqobatga duch keldi. O'zbekistonda ham bu holat bo'ldi, bu butun dunyoda bo'ldi, lekin O'zbekistonda bu yanada kuchliroq bo'ldi. Nega bunday bo'ldi? Sababi televideniyadagi o'sha bir xillik yoki o'sha siyosiy mavzular ham faqat bir tomonlama yondashuv bo'lganligi yoki siyosiy mavzulardan tashqari bo'lgan faqat maishiy ko'rsatuvlar, maishiylikka o'chlik, ko'ngilocharlikka o'chlik odamlarni zeriktirdi va birdaniga odamlarimizning qo'lida Android telefon paydo bo'lgandan keyin ijtimoiy tarmoqlardan, YouTube'dan xohlagan narsasini, xohlagan kontentini ko'rish imkoniyati bo'lgandan keyin bu raqobatga televideniye qaysidir ma'noda javob bera olmadi va hozir ham bu mavzuni ko'tarishimizdan asosiy maqsad ham mana shu raqobatga turib bera oladimi, yo'qmi? Va endi bu ijtimoiy tarmoqlarni plus taraflari ham ko'p. Ya'ni istalgan odam o'zi xohlagan kontentini ko'ra oladi, o'zi xohlagan mavzusini ko'ra oladi. Boya aytganimdek, o'sha talabalar bitta mavzuni hozir muhokama qilishmaydi. Kimdir meditsina bilan qiziqadi, kimdir boshqa sohani ko'radi, o'ziga xos kontentni ko'radi va bu jamiyatda demak ijtimoiy ongni o'zgarishiga olib keldi. Endi muammo nimada? Endi muammo shundaki, kuchli tahlil yo'q, kuchli munosabat yo'q. Mana shunday bir davrda demak televideniye juda katta bir yangilik qilmasa, raqobatbardosh bir yo'llarini topmasa, bu inqirozga uchrab qolishi mumkin. Masalan, yana bir yo'li hozir aytishimiz mumkin. Dunyoni masalan TRT kanallari yoki boshqa MTRK ga o'xshagan kompaniyalari o'zini tomoshabinlarini bizga nisbatan yaxshiroq saqlab qolyapti. Nimaning evaziga? Nimaning evaziga? Chunki bizda ma'lum bir muddat aynan shu ko'rsatuv bilan o'tmadi-da davrdan davrga. Ko'rsatuvlar almashaverdi. Masalan, Zakovatga o'xshagan ko'rsatuvlar men o'ylayman davrdan davrga o'tdi. Biz talabaligimizda ham ko'rardik, hozirgi yoshlar ham ko'ryapti. Va u yerda o'ynayotgan shaxslar ham davrlar bilan davrga o'tdi. Unday ko'rsatuvlar yaxshi saqlanib qoldi. U xohlang u televideniyada ketsin, xohlang u internetga joylansin, u o'zini qaysidir ma'noda raqobatda yashay oldi. Lekin ko'pgina ko'rsatuvlarimiz mana shu davrdan davrga o'ta olmay qoldi. Mana shu eng katta minusimiz bo'ldi. Endi shuning uchun demak shunday ko'rsatuvlar bo'lishi kerakki, u keyingi oldindan ko'ra olish kerak. Keyingi avlodni ham o'ziga torta olish kerak-da.